Papa. Qol. Naqli. Papa. Qayerga olyapti? Papa, qayerga olyapti? Hamma joyim. Oyog'im, hamma joyim. Boshim, tomog'im. Tamam kiyipti-da sizga. Ya bilmasam, shu yo'tal paydo bo'ldi bir ikki kundan beri. Marajangiz ham bormi? Yo'q, hozircha g'amida yo'q-ku. Yo'tal tomog'im og'ridi, yo'tal paydo bo'ldi. Burun bitishi yo'qmi? Yo'q, hozircha ochiq. Ko'zim achyapti. Nimadan bilmayman, grippga. Çok ortadan girip hem timayapti. Yok mu? Var mı? Ordinariyadan mozdurib chiqibdi lekin. Yo'tal ko'p bo'libdi-da demak. Yo'talsa ham chiqaveradi davleni. Yo'talsangiz nagruskaga chiqadi-da. Ha, og'ir. Farmazepin tillarni tagiga tomirasiz, pul 80 metrda beringda. Pulni termometr olib qo'yasiz. Farmazepin tomirasizda, keyin haligi terlayapsanmi qayerda? bironta dori ichmoqdingizmi? Yo'q, ichganim yo'q. Ichga qo'rqaman. Davlen ham chiqqan bo'lsa ishdan tushib ketami deb o'yladim. Davlen dori yo'qmi? Yaxshi. Yaxshi. Saturatsiya yaxshi, pulsingiz ham yaxshi. Bunda men yurakka ishlayapman. Bu bilan qonni kislorodga to'yinishi. Demak, o'pkangiz normal ishlayapti degani. Butun organizmingizga kislorod yaxshi boryapti degani. 95% ga 86 ta puls. Juda ham yaxshi. Termometrni qo'yasiz. Ikki tomchi tomiring. Ikki tomchisi yetadi. Keyin magneziy qilasiz. Magneziy qilasizdan temperaturani ko'rasiz. Temperaturalari normal bo'lsa, ketanolimiz bo'lsa, bitta ketanol qilasiz. Qaqshash og'riqlarni yo'q qiladi. Agar temperatura bo'ladigan bo'lsa, 37,5 bo'ladigan bo'lsa, analgin dimidrol qo'yasiz. Davlena o'zi chiqadi. Odamlar qo'y go'shti yesa davlena chiqadi deydi. Rostmi? Ovqatdan chiqadi. Ovqatdan chiqmaydi, nagruskadan chiqadi davlena. Nagruskadan. Sizga yo'tal nagruska bo'lyapti. Yo'tal. Ertalab o'g'lonni poliklinikasiga chiqasiz. Pasportingizda Shohjon, pasport olib ber. Ksiros olib. bor edi. Shkafni ko'r. Bor edi menda. To'xta qani? Bordir, o'kini olgan. Shoshmaydi. Shoshmay.